Kimda biror ketmay turgan dard bo'lsa, xoh bu sehr, ko'z va hasaddan bo'lsin, 40 kun bu takbir virdi bilan barchasidan xalos bo'lish mumkin. Hatto saraton bo'lganlar ham o'qisa yaxshi bo'ladi. Surunkali bosh og'rig'ining ham shifosidir. Jinlardan aziyat tortayotganlar uchun ham ajoyib bir tuhfadir. O'qish tartibi bomdod namozdan so'ng boshlaydi. Quyosh chiqayotgan vaqtda 200 marotaba Allohu akbar deydi. So'ng peshindan so'ng asr namozi vaqti kirgunga qadar 200 marotaba Allohu akbar deydi. So'ng asrdan so'ng quyosh botgunga qadar 200 marotaba Allohu akbar deydi. Shomdan so'ng xuftonga qadar 200 marotaba Allohu akbar deydi. Xuftondan so'ng 200 marotaba Allohu akbar deydi. Shu bilan bir kunga 1000 marotaba bo'ladi. So'ng uyqudan oldin 100 marotaba Allohu akbar kabiron valhamdulillahi kaseeron va subhanallohi bukratan va asilan deydi. Shu tartibda 40 kun davom etadi. Allohning izni bilan har qanday kasallik ketadi. Hatto oshiq jinlar ham daf bo'ladi.